Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum aziz dindoshlar. Musulmon odam shaytonni gapiga kirishligi bilan, shaytonni izidan ergashishligi bilan ulkan bir gunohga qo'l urgan va gunohlari oqibatidan xorlik maqomlariga yetib borgan bandalarga aylanadi. Mana shu o'rinlarda shayton bilan Barsiso qissasi bor ekan. Shuni aytib beraman. Musulmon odamlar shaytonni hiyla nayranglaridan hech qachon xotirjam bo'lib qolmasligi kerak. Har kuni, har daqiqa shaytonga qarshi kurashib turish kerak. Shayton insonni xorlikka olib boradi. Allohdan yordam so'ragan holda butun kuch bilan, butun imkoniyat bilan shayton bilan kurashishga kuch-quvvat bilan harakatlanishligi shart. Vaholanki Alloh subhanahu va taolo o'zining muborak kalomida ular xuddi shaytonning o'xshashidirlar. Qaysiki u insonga kofir bo'l deydi, bas qachonki inson kofir bo'lgandan keyin shayton unga men sendan bezorman, zero men barcha olamlar parvardigori Allohdan qo'rqarman deb u bandadan uzoqlashib ketadi. Hashr surasi 16-oyat. Demak, shayton insonni dindan chiqarib bo'lgandan keyin bo'ldi, men sen bilan qolmayman, men olamlarning Robbisi bo'lgan Allohdan qo'rqaman deyapti. Shayton Allohdan qo'rqyapti, banda esa Allohdan qo'rqmayapti. Ibn Jarir, Ibn Kasir aytishlaricha, bu oyat Bani Isroildan bo'lgan bir obid haqida nozil bo'lgan. U obid ibodatxonada yashardi, toat ibodati ilmidan g'olib bo'lgan edi. Juda ko'p ibodat qilardi. Obid edi. Shaytonga 1000 obiddan ko'ra bitta olimni ko'proq yomon ko'radi. Qarang, 1000 obid, 1000 ta o'zimizni tilimizda omi odamlardan ko'ra bitta ilmli odamga bo'lgan nafrati nihoyatda ortiq bo'ladi. Alloh taolo bandalarini sinaydi. O'zi aytganidek, odamlar iymon keltirdik deyishlari bilangina sinalmagan hollarida qoldiriladilarmi? Sinalmaymiz deb o'ylaydilarmi? Modomiki bandada iymon bor ekan, doimo bular sinovda bo'ladilar. Bir kuni bu obid ibodatxonasida o'tirganida Bani Isroildan mujohidlar keldida, ey Barsiso, biz jihodga, vatan mudofaasiga ketyapmiz. Singlimiz esa uyda yolg'iz qolyapti. Uyimiz sening ibodatxonangizga yaqin. Iltimos singlimizdan xabar olib turing dedi. Barsiso bosh ustiga deb rozi bo'ldi. Shayton endi mana shu joyda harakatni boshladi. Ey Barsiso dedi, bu qizga sen javobgarsan. Ahvolidan xabar olib turgin. U o'rangan ayol bo'lsa, iymonlik, e'tiqodli bo'lsa, sen u o'rangan ayol bilan gaplashsang, hech qanaqangi gunohi yo'q. Shaytonni gapiga kirgan Barsiso undan xabar olib turdi, asta sekin qiz bilan gaplashdi, sekin asta yolg'iz qoldi, oqibatda zino qildi. Qiz homilador bo'ldi. Shayton Barsisoni vasvasa qildi. Agar akalari kelib qolsa, seni urib o'ldirishadi, xaloyiq, mahalla, ko'y, shaharda ichida sharmanda qilishadi. Shuning uchun ayolni o'ldirginda qutulgin dedi. Barsiso ayolni o'ldirib ko'mib qo'ydi. Vaqtiga akalari qaytib kelishganda munofiqlarcha ko'z yosh to'kib, singlingiz taqvodor, mo'mina, muslima qiz edi, kasal bo'lib vafot etdi. O'zim janozasini o'qib ko'mdim. Akalari ishonib yum-yum yig'lab
taqdirga rozi bo'lib ketishdi. Endi qarang, bu yerda shayton nima qilyapti? Akalarini tushiga kirib, bo'lgan voqeani ro'y rost gapirib berdi. Yigitlar qabrni ochib singillarini o'ldirilganligini ko'rdilar. Shayton Barsisoga kelib dedi: "Seni mendan boshqa hech kim himoya qilolmaydi. Menga sajda qilsang, men seni qutqarib qolaman" dedi. Sho'rlik Barsiso shaytonga sajda qilib kofir bo'ldi. Mujohidlar esa uni o'ldirib osib qo'ydilar. Ular xuddi shaytonning o'xshashidirlar. Qaysiki u insonga kofir bo'ldiydi, bas qachonki inson kofir bo'lgach, shayton unga: "Men sendan bezorman, men barcha olamlar parvardigori Allohdan qo'rqaman" deydi. Ba'zi ikkisini shayton va kofirni oqibati do'zaxga kirib, unda mangu qolishlari bo'ldi. Zolimlarning jazosi shudir. Musulmon birodarlar, Allohga bog'laning, iltijo qiling, uni haqqini saqlang, Alloh sizni saqlaydi. Ungagina suyaning, tavakkul qiling. Allohga qasam, u saqlamasa hech kim saqlay olmaydi. Har bir inson o'zini taqvosiga, o'zini ma'rifatiga suyanib qolmasinki, shayton ilmli odamlarga, oddiy odamlarga qaraganda ko'proq hujum uyushtiradi. Doktor Oyiz Qariniyni Qalblar tizgini kitobidan olindi va taqdim qilindi.